Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 38-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda fe'l haqida to'xtalgan va fe'lningki zamon e'tibori bo'yicha modi, mudori, amrdan iborat 3 turga bo'linadiganlar haqida to'xtalgan. Undan keyin biz fe'lni mu'arraf va mabnilik jihatda xuddi ismni bo'lganga o'xshagan mabni fe'l va mu'arraf fe'l deb shu ikkiga ayirdik. Fe'l mudori'ni ta'kidning nuni ulaşmasa, ayollikning nuni ulaşmagan holatlarida mu'arraf fe'l dedik. Fe'l madi va fe'l amrini shu mabni fe'l dedik. Endi biz mabni fe'lningki nimaga mabni ekanligi haqida to'xtalib bo'ldik. Endi biz gapni yana mu'arraf haqida to'xtalish qartimiz. Biz fe'l mudori'ni mu'arraf dedik. Mu'arraf deganlik uning oxirisi beshiq kelgan omillarning xilma-xil bo'lishi bilan xilma-xil bo'ladiganlik deganlik. Unda bo'lsa fe'l mudori'ning oxirisi qanday xilma-xil bo'ladi? Ya'ni buning i'robiningki turlari qanday bo'ladi deganda biz bugungi darsimizda fe'lning i'robining turlari haqida to'xtalamiz. Fe'lning i'robining turlari. Asnaf i'robul fi'li 4. Fe'lning i'robining turlari 4 turlik bo'ladi. Birincisi alamatur raf'i. Peşlikning alamati pesh bilan. Zivarlikning alamati zivar uchuq. Sukunlikning alamati shu sukun bilan. Ismda zivarlik pesh bilan. Zivarlik zivar bilan, peshlik pesh bilan, zirlik shu zir bilan bo'ladi. Fe'lda peshlik damma bilan, zivarlik shu fath bilan, sukunlik shu sukun bilan. Demak fe'lda zirlik alamat, zirlik harakati yo'q. Endi bu peshliki pesh bilan, zivarliki zivar bilan, sukunlik alamati sukun bilan bo'ladigan fe'l. Qanday fe'lda shunday bo'ladi deganda yaxtassu bil mufrad as-sahih ghayr al-muqataba. Faqat bu faqat birlik shakldagi fe'l qartiladi. Birlik shakldagi fe'l mudori shu qartiladi. Shundaqlaq yana sahih bo'lgan birlik fe'la oxirida hech qanday kesillari bo'lmagan sahih bo'lgan mufrad birlik fe'lga shu xos bo'ladi. G'ayril muxotaba. Ikkinchi shaxs ayollik birlikdan boshqa. Ya'ni tazhabina, taf'alina degan ikkinchi shaxs ayollik bu buningdan mustasno bo'ladi. Buningki i'rob unda bo'lmaydi. Masalan, huwa yazhabu an azhaba lam azhab. Qaraydigan bo'lsak, yazhabu sahih bo'lgan mufrad birlik fe'l. Azhabu sahih bo'lgan birlik fe'l. Demek bu sahih bo'lgan birlik fe'lda pesh alamati pesh bilan. Huwa yazhabu. Da o xabar berdi yazhabu degan. Huwa chu mubtada. An azhaba zivarlik alamati zivar bilan bo'ldi. Chunki an degan fe'l mudori'ning zivar qilguvchi harf. Lam azhab bu yerda sukun bo'ldi. Chunki lam fe'l mudori'ning chu sukun qilguvchi omil. Demak, beshiq kelgan omillarning taqozosi bo'yicha o'zgargan fe'llarni biz mu'arraf dedik. Shundaqla peshliki pesh bilan, zivarliki zivar bilan, sukunliki sukun bilan bo'ladigan fe'l sahih ayollik muxotab birlikdan boshqa birliklar. Sahih bo'lgan ayollik ikkinchi shaxs birlikidan boshqa birlik shakldagi fe'l mudori'ni ko'rsatadi. Mana bu fe'lning i'robining birinchi turi. Endi fe'lning i'robining ikkinchi turi peshliki, ya'ni peshlikning alomati uningda nunning sabit bo'lganligi bilan, ya'ni nunning bo'lganligi bilan, zivarlikning alomati nunningki tashlanishi bilan, sukunlikning alomati nunning tashlanishi bilan bo'ladigan fe'llar. Nunning tug'anligi, ya'ni nun bo'lgan bo'lsa oxirida, ma'u fe'l peshlik holat ekan, nun tashlangan bo'lsa zivarlik yoki sukunlik holat ekan deb, uning nunning tug'anligi peshlikning alomati, nunning tushib ketganligi zivarlik yoki sukunlikning alomati bo'lgan fe'llar. Bu qanday fe'llar xos bo'ldi bu hukm deganda bu yaxtassu bi af'alil khamsa. Bu 5 fe'lga xos bo'ladi. Bu 5 fe'l qaysi? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Mana bu 5 fe'lda peshlikning alomati nunning bo'lishi, zivarlikning alomati nunning tushib ketishi, sukunlikning alomati shu nunning tushib ketishi. Masalan, huma yaf'alani ya da huma mubtada, yaf'alani xabar bo'ldi. Yaf'alani xabar marfu, ya'ni peshlik. Peshlikning alomati qani? Nunning mushayadi. Bo'lganligi peshlikning alomati. Hum yaf'aluna anta taf'alina. Hammisda
Bu yerdeki xabar nunning tug'anligi peshlikning alomati deymiz. Huma lan yaf'ala. Bu ikkisi hargiz qilmaydi desak, bu yerdagi lan fe'l mudori'ni zivar qiluvchi harf dedik. Demak, oxirisida zivarlik o'rni nun tushib ketdi. Demak, lan fe'l mudori'ni zivar qiluvchi harf yaf'ala deganning beshiga kirdi. Qani oxirini zivar qilgani desa, bu yerdagi nun tushib ketdi. Shu zivarga alomat bo'lishimiz uchun deymiz. Lam taf'ala, hum lan yaf'alu, lam yaf'alu, anta lan taf'ali, lam taf'ali. Qaraydigan bo'lsak, bu 5 fe'llar peshlik holatda nunning sabit bo'lishi bilan zivar va sukunlik holatda nunning tushib ketishi bilan kelgan deymiz. Demak, fe'lning i'robining ikkinchi turi peshlikki nunning turishi, zivarlikki nunning tashlanishi, sukunlikchi nunning tashlanishi. Bu 5 fe'lga xos bo'lgan qoida. Endi fe'lning i'robining üçüncü turi. Birincisi peshlikning alomati peshni taqdir qilish bilan bo'ladi. Zivarlikning alomati oshkora zivar bilan bo'ladi. Sukunlikning alomati lamni tashlash bilan bo'ladi. Ya'ni oxirgi harfini tashlash bilan bo'ladi. Lamni tashlash degan gap fa'ala degan o'lchamdagi lamni degan gap. Ya'ni oxirgi harfini tashlash bilan bo'ladi. Bu qanday fe'llarda peshning alomati peshni taqdir qilish bilan zivarlik alomati oshkora zivar bilan sukunlik alomati uchun lamni tashlash bilan bo'ladi deganda yaxtassu bin naqisil ya'i wal wawi. Bu qoida naqisil ya'i va naqisil wawi uchun xos bo'ladi deydi. Naqisil wawi va naqisil ya'i degan qaysi deganda oxiridagi kesal harf kelgini. Naqisil ya'i deganimiz oxiridagi kesal harfning ichidan ya kelgini. Naqisil wawi deganimiz oxiridagi kesal harfning ichidan bu kelgini. Bunun da ikkisi istisno qilinadi. Ya'ni g'ayrat tasmiya wal jam' wal muxotaba. 3 dona fe'l-chot istisno qilinadi. Ikkilik, ko'plik va muxotab ayollik birlikdan boshqa. Ya'ni bayatdan bu so'z degan 5 fe'ldan boshqa. Masalan, huwa yarmi, huwa yaghzu desak, huwa bu yerda mubtada, yarmi cho xabar. Xabar degan pesh qiladi. Qani bu fe'ldagi yarmi degan fe'ldagi pesh qilgani desa, bu yerda taqdiran. Tashqi alomat nima bilan bo'ldi? Taqdiran bo'ldi deymiz. Yaghzu demi shunga o'xshagan. Endi zivar qiluvchi omil kirsa, lan yarmiya, lan yaghzuwa. Demak, zivar qiluvchi omil kelib edi, zivarchi oshkor keldi. Endi sukun qiluvchi omil bo'lgan lam kelsa, lam yarmi va lam yaghzu. Va lam yaghzu. Demak, bu yerda va bilan atf qilinib, shu lam kelmadi, lam kelgan o'xshash qoida. Lam yarmi bu sukun qiluvchi omil kelib edi, oxiridagi harf, ya'ni kesal harfi tashlandi. Demak, peshlikning alomati peshni taqdir qilish bilan, zivarlikning alomati oshkora zivar bilan, sukunlikning alomati oxirgi harfni tashlash bilan bo'ldi. Qaysi fe'llarda shunda bo'ldi deganda naqisul ya'i, ya'ni oxirida ya kesal harf kelgani va oxirida vo kesal harf kelganda shunda bo'ladi. Hamma xil turida, hamma xil turlarda shunda bo'ladi desa, yo'q. Ko'plikida unda olmaydi. İkilikide unda olmaydı ve muhatap ayollik birlikide şu unda olmaydı. Qolgan türlüde şunda oldu. Çünkü fe'lga 14 turga turuldi şunda o. Şu 14 turning ichidan ikilikda unda olmaydı, bu qoidada tushmaydi ve ko'plik holatida tushmaydi. Muhatap ayollik birlik holatida tushadi, ikkinchi shaxs ayollik birlik holatida tushmaydi. Undan boshqa holatlarda tushadi. Yarmi birlik holat shunda o. Endi to'rtinchisi ismning arabiningki peshni taqdir qilish bilan zivarlik alomati zivarni taqdir qilish bilan sukunlik alomati lamni tashlash bilan bo'ladi. Ya'ni oxirgi harf bo'lgan lamni tashlash. Ya'ni oxirgi harfni tashlash bilan bo'ladi. Qanday fe'lda shunday bo'ladi deganda yaxtassu bin naqisil alifi, bu naqisil alifiga xos bo'ladi. Buning da ikkilik, ko'plik va muxotaba chiqadi. Ya'ni birlik holatida. İkilikni, ko'plikni, ayollik, muhattab ayollik birlikni chiqib olsak, qaysi qilib qoladi? Muhattab ayollik birlikdan boshqa birliklar uchun qilib qoladi. Ya'ni birlik holati. Masalan, huwa yas'a. Huwa yas'a. Huwa mubtada, yas'a cho xabar. Xabar degan nima qiladi? Pesh qiladi. Qani bu yerda yas'ani pesh qilingani taqdiran. Chunki bu naqisul alifi. Oxirida alifni iborat kesar bo'lgan fe'l. Buningda peshning alomati peshni taqdir qilish bilan bo'ladi. Lan zivar qiluvchi harf kirdi. Lan yas'a. Bu yerda o'zgarmadi.
Beşinci takdir kıldık. Endi sukunluk alametida lam yasha. Sukun qilg'ich harf kirmadi, oxirgi kesar harf tashlandi. Demak, bu yerda sukunluk alametida oxirgi harfni tashlash bilan bo'ldi deymiz. Demak, mana bu mu'rab fe'ldagi, ya'ni fe'l mudoridagi i'robning turlari. Endi mudori fe'lning i'robi o'zgarishchan mu'rab fe'l degan bo'lgan ekan, cho'qim bu yo pashulab o'zgaraydi, yo zvarulab o'zgaraydi yoki sukun bilan o'zgaraydi. Ma fe'lda zir yo'q, faqat sukun bor. Pashlik fe'l qanday bo'ldi? Ya'ni pashlik qildigan fe'l mudori qanday vaqtda pashlik qildigan fe'l mudori bo'ldi desa, marfu' fe'l mudori idza in lam yasbiqhu nasibun aw jazm. Fe'l mudorining beshiga zvar qilguvchi yoki sukun qilguvchi omil, ya'ni harflar kelsa, bu pashlik fe'l mudori deymiz. Oldiga sukun qilguvchi yoki zvar qilguvchi omil kelsa. Masalan, yadribu, yadribuna, tadribina deganga o'xshagan. Yadribu oldiga hech qanday omil kelmadi, shunga oxirsini nima qildi? Pashlik qildi. Yadribuna buning beshiga hech qanday zvar qilguvchi yoki sukun qilguvchi omil kelmadi. Pashlik holatda qani pashlikning alomati desa, bu yerda yadribuna da nunning tug'anligi pashlikning alomati. Biz buni bayatdan so'zlab qoldik. Tadribina buning oldidamiz zvar qilguvchi yoki sukun qilguvchi omil kelmadi. Buningdimi nunning tug'anligi pashlikning alomati deymiz. Demak, fe'l mudori pashlik holatda pash o'qiladi. Qanday vaqtda uning beshiga zvar qilguvchi yoki sukun qilguvchi omil kelmagan vaqtida. Mansub fe'l mudori zvar bo'ladi. Qanday vaqtda in sabaqat adawat nasb, ya'ni uning oldida zvar qilguvchi omil, zvar qilguvchi vosita kelgan vaqtida. Unda o zvar qilguvchi vositalar qaysi? An, lan, kay, hatta, lamut ta'lil, idan, lamul juhud, sababiyaning ta'si. Bu harflarning hammasi fe'l mudorining zvar qilguvchi harflar. Mushu harflardan birasi fe'l mudorining beshiga kelib qolsa, fe'l mudorining oxirida nima qiladi? Zvar qiladi. Ba'zi fe'llarda biz bayatning bu fe'l mudorining i'robining turlarini so'zlab qoldik. Ba'zida zvar oshkor bo'ladi, ba'zida zvarlik alomatini nuni tashlash bilan bo'ladi. Masalan, uridu an azhaba. An degan bu zvar qiluvchi omil kirib edi, oxirida bo'ldi azhaba zvar oldi. Lan azhaba as-suq oxirida zvar oldi. Qal sa'uzurak, seni yo'qlayman, seni ziyorat qilaman. Qal idan antaziraka. Demak, idan antaziru degan fe'l mudorining oxirini qana qildi? Zvar qildi. Antaziraka. İjtahid kay anjaha. Qaranglar, kayni qana qildi? Fe'l mudorining oxirini zvar qildi. Kay anjaha. Imtihon o'tishing uchun tirish. Adrusul lughatal arabiyya li afhamal qur'ana. Ya'ni afhamu degan bu fe'l mudorining lamut ta'lil qana qildi? Zvar qildi. Qur'onni tushunish uchun arab tilini o'qiyman. Ma kana al-mujtama'u liyanhada lawla juhudul muslihin. Isloh qiluvchilarning tirishchiligi bo'lmasaydi, jamiyat taraqqiy qilmaydi. Qaranglar, liyanhada, liyanhada. Bu yerda lam qanday bo'ldi? Fe'lmi yanhadu degan fe'lning oxirini qanday qildi? Zvar qildi. Bu yerdagi lam lamut ta'lil. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Qaranglar, hatta. Bu yerdagi hatta yuhibbu degan fe'lning oxirini qanday qildi? Zvar qildi. Ahsin ilan nasi fatanalu hubbahum. Kishilarga yaxshilik qil, ularningki muhabbatiga erishsa. Kishilarga yaxshilik qil, nima bo'ladi? Fatanala. Dediki fa sababiyatniki. Ya'ni sababiyatni bayon qilib keladi. Kishilarga yaxshilik qil. Nima bo'ldi buni kishilarga yaxshilik qilsam degan bir savolga sababni bayon qilib, fatanalu hubbahum. Ularning muhabbatini qozonsa, dediki tanallu degan fa'u sababiyatniki sabab bilan zvar bo'ldi, fatanala. Endi qanday vaqtda fe'l mudori sukun o'qiladi, sukun bo'ladi deganda majzum, ya'ni sukun bo'lgan holda in sabaqat harf jazm. Uning oldiga sukun qilguvchi harf kirgan vaqtida sukun qilguvchi harflar qaysi deganda ular lam, lamma, lamul amri, lan nahy. Ya'ni lam, lamma, lamul amri, lan nahy. Lam fe'l mudorini o'tgan zamonda bo'lishsiz qilib o'tadi. Yadhabu bo'lsa, barudu bo'lsa, lam yadhhab oxiri qanday qildi? Sukun qildi. Bamidi deb o'tgan zamonda chu bo'lishsiz qilib o'tadi. Amirning lami chu desa, bu uchinchi shaxsga buyruq berish uchun keladi. Masalan,
İzhab bo'lsa bag'in sen ikinchi shaxs qilingan buyruq. Liyazhab bo'lsa basun. Ammo bu fe'l mudori'ni qanday qiladi? Sukun qiladi. Liyazhab, liyajlis, liyaqif deganga o'xshagan. Onun ikinci o laun nahiye. Yani cheklash uchun fe'l mudori'ni bo'lishsiz qiladigan cheklimining lasi. Masalan, lam yadrus jayyidan. Yaxshi o'qimadi. Lam yadrusu degan fe'lni qanday qildi? Sukun qildi. Lam yadkhul iman. Iman qanday qildi? Ularning qalbiga kelmadi. Shundaqo. Liyashrab ad-dawa. Amma sukundan keyin alif lamning bir ism kelib qolsa, bu alif lamning ism deganni beshidagi ism uchun qo'shib qo'yamiz. Bu vaqtda bu sukunga zir harakat qo'shib qo'yamiz, ha? Qarang. Liyashrab. Chunki bu yerdagi lamul amr kirganlik uchun. Keyindan alif lamning ism kelganlik uchun liyashrabid dawa deymiz. La tazhab ila al-mal'ab. Maydonga borma. Demak, bu yerda la nahiya tazhab degan fe'lni qanday qildi? Sukun qildi deymiz. Demak, mana bu fe'l mudori'ninki i'robining turlari. Fe'l mudori pesh bo'ladi, qanday vaqtda oldiga hech qanday zavar qilg'uchi yoki sukun qilg'uchi omil kirmagan vaqtda. Zavar bo'ladi, qanday vaqtda beshiga zavar qilg'uchi omil kirgan vaqtda. Sukun bo'ladi, beshiga sukun qilg'uchi omil kirgan vaqtda deymiz. Endi biz buningki i'robining turlarini o'rgandik. Bugungi darsimiz mushaygacha bo'ladi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.